Hammaga salom. 13-oktyabr kuni Apple yangi 4 ta iPhone taqdim qildi. iPhone 12, 12 mini, 12 Pro va 12 Pro Max. Sotuvga 23-oktyabrdan 12 bilan 12 Pro chiqdi. Toshkentga ham va nihoyat yetib keldi. Bugun biz iPhone 12 Pro ni raspakovka qilamiz. Raspakovka o'zbekchalashtirib. 4 xil rang mavjud: oq, tilla, ko'k va grafit. Menda hozir grafit. Qani ochsak endi buni. Oldindagi wow effekti yo'q, nimagadir. Selofonni olib tashlasang. Mana. Endi iPhone qutisi 2 barobar kichkinaroq, chunki komplektda quvvat adapteri bilan quloqchinlar yo'q. Kupertinaliklarning aytishi bo'yicha, ular ekologiya uchun plastik sonini kamaytirishyapti. Ekranda plastik plyonkaning o'rniga ekologik qog'oz yopishtirilgan. Lekin bu qog'ozni orqa tomonida xuddi o'sha plyonka. Komplektda USB-C Lightning kabeli bor. Unga alohida 25-30 dollarlik adapter olsangiz bo'ladi, agar sizda 12 Pro niki bo'lmasa. Afsonaviy Apple nakleykasi ham endi komplektda bir dona. Har 3 yil Apple smartfonlariga katta o'zgartirish kiritadi. Bu 3 yillikda yangi to'rtburchak dizayn. Buni lekin yangi dizayn ham deb bo'lmaydi. O'sha hamma sevgan iPhone 5 ga o'xshagan dizayn. O'zi Pro lineykasi, ya'ni X, XS, 11 Pro 508 dyuym edi. Endi 12 Pro 601 dyuym bo'ldi. 12 Pro ning ramkasi staldan, ya'ni po'lat. Orqa oynasi matoviy. Kameraga lidar datchiki qo'yilgan. Afsuski 120 Hz lik ekran qo'yilmadi. Lekin uning o'rniga bizga yaqin 5 yillikda kelmaydigan 5G texnologiyasi o'rnatildi. 12 Pro ning batareykasining hajmi oshmagan, lekin dunyoda birinchi bo'lgan 5 nanometrlik Apple A14 Bionic protsessori tufayli iPhonening quvvati ko'proq muddatga yetadi. Endi kamera haqida gaplashsak. Tungi rejim hamma kameralarga qo'shilgan. HDR yaxshilashgan. Video syomka qilayotganda oldin faqat orqadagi mikrofonga ovoz yozilardi. Ham ovozingiz qanaqadir bankada o'tirganda eshitilardi. Va nihoyat Apple buni to'g'riladi. Endi ovoz oldindan ham, orqadan ham yoziladi. Va boya aytganimdek lidar datchiki ham qo'yilgan. Yana mayda yangiliklar bor kamerada. Lekin biz kutgan katta o'zgarishlar yo'q. Lekin menimcha bu yangi iPhone ni xarid qilsangiz sizda wow effekt bir haftada o'tib ketsa kerak. 1-2 haftadan keyin o'rganganingizdan keyin oddiy telefonga o'xshab qoladi. To'g'ri, kamerasi sal kuchliroq, yangi dizayn, do'stlaringiz orasida obro'yingiz oshadi. Metroda sizga hamma qaraydi. Qizlar bilan tanishish osonroq bo'ladi. Albatta bu hozir. Lekin bu yangi dizayn chexol taqqaningizdan keyin ko'rinmaydi ham. Ammo sizning plus-minus 1200 dollaringiz ketadi. Aytmoqchi bo'lgan narsalarim shu edi. Video yoqqan bo'lsa like bosib kanalga obuna bo'ling. Siz bilan Jasur Allayarov bo'ldi. Ko'rishganda, ko'rishguncha.